Yevropa Uyg'ur tadqiqot instituti raisi Dilnur xonim Parij shahrining muavin boshlig'i bilan ko'rishdi. Dilnur xonim bu haqda Facebook hisobida e'lon qilgan uchurda mundaq dedi. Bugun atgan Parij shaharlik hukumatda Parij shahrining muavin shahar boshlig'i Og'ungachi bilan ko'rishib, Yevropa Uyg'ur institutiga jiddiy bir o'rin tepish va Parij shaharlik hukumatning Uyg'ur tili madaniyatini qo'g'dashga kuch qo'shishi haqida paranglashdik. Xudoyim buyursa, yaqinda bu haqda ijobiy bir natija bo'lg'usi. Yaqindan buyon Fransiyada Uyg'ur qirg'inchiligiga oid faoliyatlar kuchaymoqda. Uyg'ur tashkilot rahbarlari va akademiklardan tashkillangan bir hay'at Turkiya Oliy ma'arif komitetini ziyorat qildi. Hay'at Xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlar birligi raisi, Sharqi Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'uzxon, Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Dr. Erkin Akram, Qahramonmarash universitetining o'qituvchisi Dr. Olimjon Bug'da, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bosh kotibi Dr. Erkin Ahmad qatorliqlardan tashkillandi. Hay'atni Turkiya Oliy ma'arif kengashining rais vakili professor Dr. Rami Efendi ishxonasida kutib oldi. Hay'at ziyoratida Sharqi Turkiston o'quvchilarining universitet va akademik o'qish bosqichlarida duch kelgan munosabatlik masalalarni o'ttirg'a qo'ydi. Yaponiyada faoliyat olib berayotgan Sharqi Turkiston xalq jamiyati xalqimizning guvohlik berish harakatini texmo kuchaytirish va Xitoy tajovuzchilarining haqiqiy yuzini dunyoga ichib tashlash yo'lida xizmatlarini davom qilmoqda. Jamiyat raisi Abdurahmon Hasan Efendi xizmatlarini tunishtirib mundaq dedi. Xitoy tajovuzchilari tarafidan lagerlarga solingan, o'ldirilgan va izderkini ololmay qolgan Sharqi Turkistonlik qarindoshlarimizning uchurlarini to'plab va ratlab, har xil tillarga tarjima qilib, 135 davlatdagi davlat rahbarlari, siyosiy partiya boshliqlari, xalqaroliq va davlatlik kishilik huquq organlari, tashkilotlar va faoliyatchilar, shundaqla dunyodagi dongli shaxslardan bo'lib, 465 o'rin va shaxsga ariz shaklida yo'lladik. Hozirgacha tashkilot va shaxslarga yo'llangan ariz va maktublar 100 mingdan oshadi. Egilanishicha 135 davlatga yo'llangan maktubda Sharqi Turkiston xalqini qo'g'dash qonuni chiqarish va Sharqi Turkistonni ishg'ol qilingan zamin deb e'tirof qilish talab qilingan. ayning 12 kuni Janubiy Avstraliyada Sharqi Turkiston madaniyat ko'rgazmasi o'tkazildi. Avstraliya Sharqi Turkiston jamiyati tashkillagan bu faoliyatga Avstraliyada yashaydigan Uyg'urlardan boshqa Falastin va Suriyalik musulmonlar qatnashdi. Faoliyat jarayonida jamiyat raisi Nurmuhammad Turkistoniy Efendi ziyoratchilarga Sharqi Turkistonning tarixiy, jug'rafiyalik o'rni va strategik ahamiyatini tunishtirdi va Sharqi Turkistonning hozirgi vaziyati haqida ma'lumot berdi. Faoliyatda yana Uyg'ur yemaklik madaniyati, kiyim-kechak madaniyati va har xil madaniyat san'at buyumlari ko'rgazma qilindi. Faoliyat 12 sentabrdan 13 sentabrgacha 2 kun davomlashdi. Xitoyning Sidneydagi bosh konsulxonasi chorshanba kuni bayonot e'lon qilib, Avstraliya tarafining Xitoy konsulxonasi va amaldorlari Avstraliyaga singib kirish faoliyati bilan shug'ullangan degan ayblashlarini inkor qildi va buni faqat yomon g'arazlik tuhmat deb atadi. Bundan bir kun burun Avstraliya ommaviy radio shirkati Avstraliya soqchilarining Sidneydagi Xitoy bosh konsulxonasining chet eldagi Xitoylar ishlariga mas'ul amaldori Sunyantoni tekshirayotganligida xabar qildi. Egilanishicha, chet elning singib kirishni cho'rdigan bu tekshirishdagi yadroliq masala Xitoyning Sidneydagi bosh konsulxonasining Yangi Janubiy Velish shtat majlisining maslahatchisi, sobiq hukumat amaldori Jon Jesin bilan til beriktirib, yerlik saylovchilarga ta'sir ko'rsatish uchun Ishchilar partiyasiga singib kirish bilan shug'ullanganlik ekan. Xitoy Sinovac biotexnika shirkati ishlab chiqargan Wuhan virusi vaksinasi Turkiyada sinov qilinishga boshlandi. Egilanishicha 3-bosqichdagi sinov doirasida vaksina jihatda tibbiy fakultetdagi tibbiy va sahiyya xodimlariga o'z ixtiyorligi bilan berilgan. Xabar qilinishicha, sinov qilish xizmatiga Sinovac shirkatining atirtimi qatnashgan. Turkiya Səhiyyə Ministri Fəxrettin Qoca Əpəndi dunyodagi ba'zi vaksina tadqiqotining kliniklik bosqichiga Turkiyaning qatnashadiganligini e'lon qildi.
Shuning bilan bir vaqtda yana bir Xitoy şirkati, Xitoy davlatlik biotexnika guruhi Serbiya va Pokistonda 3-bosqichlik sinoqqa ijozat olgan.